Nima yangiliklar bo'lyapti? Master periodlarda yangiliklar bormi degan ko'klam. Bittisi qanchalar tayyorlabdi akalar ukalar. Mana marhamat o'zlaringiz baho bering. Mana qarangizlar, ajoyib tayyorlangan. Buni shu narsani bir ikkita papirchiklarimiz tashlabdi internetdan ko'rib, shu narsani tayyorlayapsizlarmi debdi. Lekin do'stimiz buni jigaramiz undan ham ziyod qilib chotka qilib tayyorlagan ko'ringizlar o'zingiz va baho beringizlar jigaramiz. Bu narsa necha kilogadir ko'taradigan akalarimizni birinchi marta chiqishim. O'zim 97 kilo chiqardim. Bundan bir 2 100 kilo narsani mana shu 50 kilo deb varib do'stim, o'zim 97 kilo chiqaman, mana terbalayapti, asosda terbalayapti, ko'ryapsiz. 8 dona pachinni qo'ygan bir kashilarimizga, diskachilarimizga akalar ukalar, kimki zakaz qilmoqchi bo'lsa farzandi uchun jigamiz yozgi kunida bir mayda bola mazza qilib dam olayotgan kachilardan mana o'zingiz ko'ryapsiz, o'zi terbalab, mayda bola to'kaganda kalapalasi shu bir ikkita akokramiz yozgan tashagan ekan suratini. Lekin Robjon do'stimiz bu narsani ko'rmagan, lekin shuni bitta suratda mana shu narsani tayyorladi akalar. Mana dastavkani ham vani qo'yib jo'natyapmiz. Meni Safar Ovchar deydi. Safar Ovchar. Qayerdansiz? Farsizdan. Qayerda xizmat qilgansiz? 1981 yil Arxangelsk oblast, город Kotlas, Внутренновойска. 66-48 Внутренновойска. 81-83 deyim bil. Buni shu akamiz bir murojaat bilan chiqyapti, aziz aka-ukalar. O'zbekistonda vaqtida bir akamiz bilan xizmat qilgan ekan. Qo'ldan kelganlaringizcha mana shu videoga like bosib qo'yingizlar, shu gruppalarga podelitsiya qilingizlar. Balki mana shu akamiz o'zini xizmatdoshini topishi mumkin. Bu xizmatdoshingiz qayerdan edi? O'zbekistonlik Surxondaryodan edi bolalar. Tajiboyev davlat Termizdan bor edi. Buxorodan bolalar ko'p edi. Toshkentdan Ahmetov bor edi. Ibragim Nuriddin bor edi. Keyin Rossiyadan Setnikov bor edi, Sinyavskiy bor edi. Kimki meni shu tanisa, shu telefon nomerimni taylayman, suratlarimni. Shu Tojikistonlik bolalar kim bo'lsa ham, Tojikistonlik bolalar bilan birikdik. Lekin O'zbekistonlik bolalar birontasini izlab topolmayapman. Shuning uchun ham xizmatlarni bir topsam degan niyatda edim. Ha, inshaalloh. Siz aka-ukalar mana shu akamizni o'zi xizmat vaqtida rasmga 83 Osini prezident. Sizlarga biz batafsil hammasini ko'rsatamiz. Nima ishlar qilgan master periodlar mana shunday. Nima yangiliklar qilgan, hammasini imkoniyat boricha ko'rsatamiz. Qani unda biz ko'p gapiramiz. Akalar ukalar, reklama uchun o'zimda shaxsiy telefon nomerim 902 12 42 42 telefon nomer o'zimning shaxsiy telefon nomerim. Kimdir reklamasi bo'lsa bemalol telefon qilasizlar. Kimki muassafa qilmoqchi, kimki traktor qilmoqchi, kimki kamasa, kimki ish reklama qilmoqchi, kimki magazin reklama qildirmoqchi bo'lsa bemalol telefon qilaveringizlar akalar ukalar. Jigarlar bu nima narsa degan akalarimiz ukalarimizga bu jigarlarimiz juzumga arkali juzumnavis qilyapti, birov shuni akamizga tayyorlayapti. Massaj, hijoma xizmatlari bor. Mana hojibomiz sizlarning xizmatlaringizda Moskva, Podmoskvada yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga. Mana bu akalarimiz akalar ukalar ko'chaga chiqolmaydi ekan, o'zlarining yotgan joyiga, ya'ni uyiga kelib, mana massaj hijoma qilyapti, o'zingiz ko'ryapsizlar. Kimki o'zini mana shunday qilib lechina qildirmoqchi bo'lsa akalar ukalar, bemalol mana hojibomizni o'ziga telefon qilib bo'lasizlar. Xohlasangiz joylaringizga kelib, xohlasa hojibomizni o'zining ofisiga boringizlar. Ekranda ko'pta telefon nomeriga telefon qiling. Ha, aytganday Qizlobod TV YouTube kanalidan telefon qilyapman desangiz, albatta aksiyasi bor. Xohlasangiz o'zining palatinkasiga boringizlar, xohlasangiz telefon qilsangiz o'zi mana shunday lechina xizmatlarini sizlarga ko'rsatadi. Mana bu joy esa bu xo'jayinimizning o'zining palatinka joyi akalar ukalar. Bemalol mana kelaveringizlar, aka ukalarimiz mana qo'ldan kelganicha massaj qilib, qo'ldan kelgancha xizmatlarni ko'rsatyapti. Marhamat, sizlarga men xo'jayinimizni tavsiya qilaman. Mana shunday qilib to'g'lanib ketishingiz mumkin. Nima qilib javob buni? Buni endi ichiga solib bizak beryapmiz. Akalar ukalar, xolisizlar bunday yetishga kachilar ko'rganlaringiz yo'q. Nimaga deganda esangiz do'stim, mana ko'ryapsizlar, aqlga sig'maydigan narsa. Bu yoqdan ham syomka aka. Aqlga sig'maydigan narsada mana qarangizlar, o'zi terbalayapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunday qilib turasiz, tamom. Lekin vaqti chotka, bir mo'ydabachcha ham damasa mazza qilib dam oladi buni. Xo'p, bu narxi necha pul degan akalarimiz ukalarimizga narxi 2000 somon akalar ukalar. Moshina qilib o'ziga yarasha mehnati bor, o'ziga yarasha jigarlarimiz mehnat talab qilgan bu narsa. Har bir narsasiga e'tibor qilingizlar, mana temirni qaytarishning o'zi ham profilda akalar ukalar. Mana tagiga qarangizlar, tagiga bir aqlga sig'maydigan narsada do'stim. Lekin vaqti chotka. Yana o'zi qo'li bilan gullayapti mana shu narsani. Mana guldagini salotesi bitta
ichiga gul uryapti. Qo'l bilan mana qarang, mayda keskasi bor ekan, keska bilan gulyapti. Gap yo'q, lekin master perlardan bu hali yana ham chiqib ketaveradi yangiliklar. Do'stlar, mana Qizobod TV ashaddiy obunachilar kuzatib, bu nima narsa bo'lyapti? Bu nimaga? Mashina stankaga navis bo'lyapti. Mashina stanka navis. Ko'cha taraf bo'ladi bu. Ko'cha tomoni gulli bo'ladi, to'g'rimi? Arka. Dizayn berdik-da kamera. Mana bir yaxshi inson mana shu kachilarni zakaz qilgan ekan. Suratini tashlabdi, videosini tashlabdi, tayyorlaysizmi deb. Ha, tayyorlaymiz. Sizga nimaiki qiziq bo'ladi? Temirdan umuman o'ylamayman. Absolutno 1% ham o'ylamayman. Shunday rasmini yo videosini yo chertyojini shuni tashlang. Men sizga qo'limdan kelsa, qo'limdan keladi deb aytaman. Umuman qizig'i yo'q. Dizaynda absolutno 1% qizig'i yo'q. Shu nimaiki sizlarga qiziqarli bo'lsa, temirdan uylarda oladigan navesmi, u kachilarmi, u boshqa narsa, u shunday odamlar zakaz qilyapti. Bir xayolga kelmaydigan narsalar zakaz qiladi. Bu narsa bo'lyapti, do'stim. Bu uyga kiradigan eshik bor-ku, Ha. eshikka oladigan naves bo'ladi. Kirishadi tipi. Ha, naves va qavat. O bale, yomg'ir tegmasligi uchun. O bale. To'xtang hozir. Siz birinchi chiqib ko'ring. Siz kimga uyni yengillayotgan qaraganda. Mana. Ishga garantiya. Shuning uchun men aytamanki, bozordan bizning narximiz baland, bir barobar baland. Mana bozorda turibdi, 350 somon detskachilar turibdi. Ular oddiy bir nozik narsadan qilinganda, bir 6lik sim u boshqa narsa u. Har bir narsamiz baquvvat, egilib ketmaydi, sinib ketmaydi. Men 50 kilo garantiya beraman, lekin men o'zim 85 kilo chiqaman o'shdan. 85 kilo chiqadi. 85 kilo chiqaman, mana uspokойно ko'taryapti. Umuman biron muammo yo'q. Endi yosh bolalar eng og'iri shu 50 kilochi bo'ladi o'shdan. Undan og'ir bo'lmaydi yosh bola. YouTube kuzatib turgan akalarimiz, ukalarimiz, mana bugun biz Master Perelladan yana yangilik chiqaryapmiz. Akalar, ukalar, bu nima yangilik deysalaringiz, mana temir karavot. Xudo xolasa temir karavot qo'yapmiz. Albatta o'zingiz baho berasizlar. Profillar baquvvat, oyoqlari baquvvat. Balok yo'q bu yerda, profil emas. Молодец, taxtalar shlipovka bo'lib laklanibdi. Hozir o'zingiz polni ko'rasizlar va baho berasizlar. Nima qilyapsiz, tog'a buni? Mana bu. Quloqlarimi? Ya assalomu alaykum Master Perilla podpischiklari. Kimgaki mana shunday dizaynda, absolutno dizaynda farqi yo'q. Shunday karavotlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerga murojaat qilasiz. Biz 24 soat aloqada. Kimgaki nimaiki zakaz chiqsa, bemalol telefon qilingizlar, biz aloqada. O'zingiz ko'rlaringiz karavot zakonni tushdi. Xo'p, buning qo'shimcha narsalari mana bunda dizayn gullari bor. Bu tomonda ikkita. Qarang, shunday gaplar. Buni o'shni smaska qilish kerak, xatman. Tushundingizmi? Master Perilla kanalida birinchidan shoshilish degan narsani o'zi bo'lmaydi. Shoshilgan narsa talabga javob bermaydi. Mana qarang, smaska qildik buni. Sal yaqinroq oling-da. Mana bu to'ldi. Buni svarka qilgan vaqtingiz bu qiziydi-da. Qizigandan keyin ichidagi bor mahsulot erib chiqib ketadi. Buni yopamiz hozir. Hozir yopganimizdan keyin
Silaydi ishini ochamiz. Keyingisi. Ko'chma tovuq katakti va latakni o'qityapti egasi. Hay mana o'zlaringiz ko'ringizlar. Tovuq katagimizdan bitdi. Chunki videomizni kuzatgan bo'lsa, latak ko'chma katakni o'qityapti. Latok zakaz kelib tushgan endi. Latok mana taks, mana buni ushlasangiz. Mana bu yerda shpilkasi bor. Shpilkani ochamiz hozir. Hammasini ko'rsataman. Ha, do'stim. Al bilan kesib tashlayman o'shda. Mana bunday, mana zazorlardan biron joydan rastvor chiqib ketmaydi. Hammasi plotna kelgan, baquvvat. Mana shu listdan odamlar, ba'zi bir insonlar pechka qilyapti. Pechkaga bo'ladi bu list. Juda baquvvat, og'ir jest. Ko'prikka bo'ladi, lesnisalarga bo'ladi. Biz buni latok qolipga ishlatdik. Bu zakaz qilgan endi bir inson. Buni mana shpilkani olasiz, mana bunday olasiz shpilkani. Ustiga rastvor to'kiladi, buni ichiga, mana buni ichiga beton to'kasiz. Stenani qalinligi 5 sm. İki tomon 5-5 sm, usti qalinligi 7 sm. Bizga zakaz kelib tushgan mana shu razmerda bo'lsin deb. Stena 5 sm, tepaligi, tagi 7 sm. Shpilka ochilgandan keyin bu ikkalasi ikki tomonga yotadi mana bunday. Mana bunday yotqizasiz buni. Mana bu olinadi, tepaga olinadi, tepaga olasiz buni. Bu tarafini ham xuddi shunday tepaga olasiz. Mana latok qoladi. Latokni to'kayotgan vaqtda mana buni qo'yasiz birinchi. Mana bu tarafini ham xuddi shunday qo'yasiz. Qo'yasiz. Mana buni ko'tarasiz. Mana bu tarafini ham ko'tarasiz. Shpilkani qo'yasiz. Xatman mana buni latok to'kishdan oldin smaska qilish kerak. Apalovkami bu ham xuddi shu apalovkadek gapda. Smaska qilasiz, shu betonlar gladki yopish qolmasligi uchun. Shpilkani qo'yasiz, tamom. Undan keyin ichiga armirovanniy setkalarini tashlab, betonni to'kishdan oldin mana bu yerga 6lik simdanmi, 8likmi, 12likmi farqi yo'q. Simdan xatman sim qo'yish kerak mana bu yerga. Apalovkani buzgandan keyin nomda o'tkazasiz, simga shunday ko'tarib ketasiz, xohlagan joyingizga kerakli uchun. Xohlasangiz manipulyator ko'tarib ketadi, xohlasangiz odam xatman shu narsani qo'yish kerak simni. Sim bo'lmasa chiqarib olish qiyin bo'ladi, problema. Bu beton og'ir narsa bo'ladi. Mana shunday qolib kimgaki kerak bo'lsa, любой razmerda, uzunligini ham farqi yo'q. Stenani qalinligini ham farqi yo'q. Necha desa, shu santimetrda to'g'rilab beramiz. Tak. Ichki qism razmeriga keladigan bo'lsa, bizga zakazchiga aytdiki, 40 bo'lsin ichi dedi. Ichi 40 bo'lsin, pasti 60 bo'lsin, stenalar 5 bo'lsin, taq qismi 7 sm bo'lsin. Mana shu Barakallah. umringizga barakallah. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Ha, nima qilyapsizlar? Buni setgan tagini qaytarib chiqyapmiz oshna. Aha. Buni qaytarmasangiz sutralib ketadi. Sutraladi. Mana bu to'qiladi bunday. Aylantirib chiqarib olsangiz ham bo'ladi mana bu. Tushundingizmi? Buni tagini qaytarib chiqish kerak, hammasini bir qilib. Master Perilla ukamiz yaxshi niyatda to'chka ochibdi mana shahar tuzdan, markaziy bozorda orqasida. Hay, ishiga gap yo'q. Ishining sifati bor. Hal ozroq qimmatroq bo'lsa ham sifati bor. Hay, ishiga omad. Nima deymiz boshqa? Mana shu markaz bozorda yonboshdan prama tushirib kelamiz shu yerga. Keladimi shu yerda mana chap qo'lda turibdi mana shu tochkasi. Endi ko'p kommentariyaga kuzatyapmiz-da. Amin bo'lyapmiz-ki, har xil yozuvlar bo'lyaptiki, bu juda salgina qimmatroq, daxani balandroq deyapti. Shunga nima? Ana endi qarangda, hozir men sizga bitta narsani aytaman. Ikki xona uy solasiz. Oddiy односкатный qilib yopish kerak. Qishloqqa shuni usta izlang.
100 tane ichida 99 tasi shu kirshani qilib beradi. 99 tasi. Ana undan keyin ustiga chiqasiz. Diagonalda olasiz. Diagonal 99 tasi diagonal chiqarib bera olmaydi. Birinchidan. Ikkinchidan, mana oddiy valni chiqmaydi. Mana oddiy bir qanday tushuntirsam bo'ladi? Usto bor, oddiy usto bor, tajribali usto bor. Tajribali usto bilan oddiy ustoning orasida osmon bilan yercha farq bor. Bir usto qiladi, mana aboy uradi, aboy. Ikkinchi usto ham kelib aboy uradi. U birinchi ustoni aboyi ideal kачество даже stiklari bilinmaydi-da. 0-0 bo'lib chiqadi. Ikkinchisiniki na stik bor, na uровень bor, na diagonal bor. Kачество не то bo'ladi-da. Ana shu narsada farq bor bizning ishimizda. Yana arzon materialda o'zi yo'q bizda. Mana kelsin, ko'rsin, mana profillarni tekshirib ko'rsin. Mana adresni biladi endi. Nimaiki qilsa, qalin, sifatli temir 1.8 dan balandda ishlatiladi bizda. Uni Bir narsada bir gap. O'zi shunday qo'ysalarimiz kitaga o'xshaydi-da kallasi. Kitaga o'xshaydi. Kallada ham narsa bor ekanda. Bir indini ilib qolar ekan. yo'q. Kalla mita degan. Yo'q, bir narsani ko'rsam, men shu narsani tayyorlayman-da. Xudo har kimga har xil hunar, har xil qobiliyat beradi-ku. Shu ko'rdim, tamom, men bitta rasm tashlasin, любой dizaynda, umuman farqi yo'q, avval xudo. Futural ketmasligi uchun. Mana bularni ambur bilan polni, plaskogopsi bilan qilishaytib chiqamiz. Shular tarqalib ketmasin, ertaga biron jali bo'lmas. Ha, master perela ishiga garantiya deydi. Ishi qimmat ekan, pulni jilet qilmadik, rasxod qildik, zakaz qildik. Mana yerda setkalar qiyshayib yotdi. Unday bunday narsa bo'lmaydi bizda. Diagonal tomondan ham javob, ishga sifat tomondan ham javob, kачество tomondan ham javob. Mana master perlardan tovoqqa tayyor bo'lyapti. Mana darvozasi. Tuxum qo'yadigan joyi bor. Ha? Tuxum qo'yadi. Tuxum? Qani tuxum qo'yadi? Tuxum qo'yadi, mana yerda tuxumni olasiz mana yerda. Shuni aytma, adel. Ha, katta o'zi qayerda buni? Bu mana katta. Peru. Bak girdiga nima uriladi ki tovoqqa takkan? Setka bo'ladi, 4x4. 4x4 setka bo'ladi ekan. Kimda qanaqadir fikr bo'lsa yozib qoldiringizlar. To'g'ri ish bo'lyaptimi, noto'g'ri ish bo'lyaptimi? Bu qarochi ko'chma katak bo'lyapti, ko'chma katak. Qayerga xohlagan jilangizni olib qo'yib berasizlar. Ana shu tomoni yaxshi buni. Ko'chma razmer necha bo'lyapti bular? Ha? Razmer necha bo'lyapti? Razmer uzuni 2,5, eniga 1,5, balandligi 1,20.